Mashin bilan boshingga solaman lekin. Hurmatli negativlar, o'zi negativlar hurmatli bo'ladimi? Xo'p, xullas, hurmatli negativlar. Hamma narsani o'z narxi bo'lganidek, u bozorda unaqa, bu bozorda bunaqa deysizlar-ku, sizlarga hozir farqlarni ko'rsatib beraman. Oldimizdagi narsalar 3 xil Sharavoy, 3 xil firmaniki. O'rtadagisi Xitoy eng arzoni bo'ladi. Bu TRT, Koreya texnologiya o'zimizda chiqadi. Haqiqiy Koreya mahsuloti Yulin firmasidan 3-Sharavoyimiz. Ishlashini ko'ramiz. Xitoy ham yomon emas, lekin qattiq. TRTni ko'ramiz. Bu ham moshni. Koreya originalini ko'ramiz. Bu sal yumshoqroq ishlaydi. Endi bularni narxi bilan aytib o'tamiz. Mana o'sha negativlarga. Eng arzoni 55 ming so'm, Xitoy arzoni. Ko'rsanglar bo'ladi. TRT zavod 75 ming so'm. Koreya original 110 ming so'm. Negativ. Yana noto'g'ri yozsam, mashin bilan boshingga solaman lekin. Obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqib qolmasin, bitta like bosib ketasizlar. Sog' bo'linglar.